Turmushga chiqmasimdan oldin oyim nuqul ovqatlarimdan ayb topurardi. Ovqating sho'r bo'pti, ovqating yog'li bo'pti, ovqating tuzsiz bo'pti deb faqat urishardi. Turmushga chiqqanimdan keyin kelinlik uyimdagilar nima ovqat qilsam hammasini maqtab yeyishadi. Ovqatga ishlatayotgan go'shtim Siyob fermani haqiqiy marinadlangan shirin tovuq go'shtlari. Kelin bo'lib tushganimdan keyin birinchi qilgan ovqatim dimlama bo'lgan. Birinchi kun ovqat qilganim bo'lgani uchun juda ham hayajonlanib, yog'ini ko'p sovorganman, ham sho'r qilib yuborganman. Ovqat sizib kelganimdan keyin qaynotam hazil qilib, "Kelinjon, xo'jayingiz yog' zavodi bilan tuz zavodini direktorimi deganlar. Kulishimni ham, yig'lashimni ham bilmasdan o'shandan keyin tuzsiz ovqat qiladigan bo'ldim. Sizlar bilan gaplashib, dimlamam qanaqa pishganini ham bilmay qoldim. Endi muzdekgina dinaylarni ochib, mazza qilib ovqatni yeb olamiz." Turmushga chiqmasimdan oldin oyim nuqul ovqatlarimdan ayb topurardi. Ovqating sho'r bo'pti, ovqating yog'li bo'pti, ovqating tuzsiz bo'pti deb faqat urishardi. Turmushga chiqqanimdan keyin kelinlik uyimdagilar nima ovqat qilsam hammasini maqtab yeyishadi. Ovqatga ishlatayotgan go'shtim Siyob fermani haqiqiy marinadlangan shirin tovuq go'shtlari. Kelin bo'lib tushganimdan keyin birinchi qilgan ovqatim dimlama bo'lgan. Birinchi kun ovqat qilganim bo'lgani uchun juda ham hayajonlanib, yog'ini ko'p sovorganman, ham sho'r qilib yuborganman. Ovqat sizib kelganimdan keyin qaynotam hazil qilib, "Kelinjon, xo'jayingiz yog' zavodi bilan tuz zavodini direktorimi deganlar. Kulishimni ham, yig'lashimni ham bilmasdan o'shandan keyin tuzsiz ovqat qiladigan bo'ldim. Sizlar bilan gaplashib, dimlamam qanaqa pishganini ham bilmay qoldim. Endi muzdekgina dinaylarni ochib, mazza qilib ovqatni yeb olamiz."